Assalomu alaykum. Bugungi videomizda qanaqa qilib 18 oyda 2000 dan oshiq obunachini yig'ganimizni va bu jarayonni hech qanaqa giveaway va nakrutkalarga qatnashmasdan, blogerlardan reklamalar olmasdan va targetga minimal umumiy 18 oy ichida $400 budjet ajratib, qanaqasiga loyal, maqsadli auditoriyaga erishganimizni Shahzodaga xos info misollarida tushuntirib ko'rsatib bermoqchiman. Videoni boshidan aytib ketaman. Videomizdan oxirigacha ko'rganlarga alohida yangiligimizni va sovg'alarimiz ham bor. O'zim haqimda qisqacha ma'lumot berishdan boshlasam, ismim Asror, familiyam Iskandarov. Endi ko'pchilik taniydi, o'zi YouTube kanalimizda meni anchadan beri kuzatayotgan insonlar, Instagramda, Telegramda anchadan beri kuzatayotgan odamlar ko'p-u, Nobodo qanaqadir vaqtdan keyin bu videomizni bizani tanimagan odamlar ko'rib qolgan holatda o'zi Asror kim, nima ish qiladi, bu informatsiyalarni qayerdan olyapti degan savolga qisqacha javob berish uchun o'zim haqimda qisqacha aytib ketaman, ko'p gapirib o'tirmayman. Umumiy digital marketing sferasiga 2019-yilda kirib kelganman. Boshlanishiga SMM mutaxassis sifatida faoliyatimni boshlaganman va 2020-yilda o'zimizning media agentligimizga asos solib faoliyat yuritishga kirishganmiz. Bugungi kunda 50 dan ortiq shaxsiy brendni rivojlantirishda o'zimni shaxsan hissamni qo'shganman. 2020-yildan boshlab shaxsiy brendni rivojlantirish bo'yicha faoliyat olib kelganmiz va bugungi kungacha shaxsiy brenddan tashqari 100 ga yaqin korxonalarni ham umumiy digital marketingini rivojlantirishda o'zimizni jamoa bilan o'zimizning hissamizni qo'shganmiz. Bundan tashqari bugungi kungacha o'zimni blogim va bilimim uchun $50,000 dan oshiq pulni sarflaganman va shu bilimlarga asoslangan holda sizga bugungi informatsiyalarni beraman. Shaxsiy brend bo'yicha xizmat ko'rsatishdan tashqari bu mavzuda aktiv tarzda dars berishni ham yo'lga qo'yganman va bugungi kungacha 5000 dan ortiq insonlarga onlayn va offlayn formatda dars va master-klasslar o'tganman. Moliyaviy tomonlariga kelsak, kasbim orqasidan mashina, uy, o'zimizga ofis va shunga o'xshash qaysidir moddiy yutuqlarga ham o'ziga erishganman deb hisoblayman. Bu aynan sohamizning orqasidan erishilgan yutuq bo'lgani uchun buni ko'rsatib ketyapman. Bu sohaga kirayotgan yoki o'zi shaxsiy brend qanchalik effektiv ishlaydi degan insonlarga, o'zi nimalar qilgansan degan insonlarga qisqacha motivatsiya bo'lsin degan maqsadda. O'z umuman ochig'ini aytsam, moddiy masalalarda ko'p gapirishni yoqtirmayman. Shuning uchun ko'proq bizni xizmat ko'rsatgan insonlar, bizni ishlagan mijozlarni ko'rsatib, o'zimning mutaxassisligimni yetkazishga harakat qilganman. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, bugungi kungacha qaysi insonlar bilan ishlaganimiz, bu yerda bir nechtasini qo'yganman. Bulardan mana Umidjon Muhammadov ko'rishingiz mumkin. Shahzod aka Qosimov, Bahrom aka, Ibrohim aka, Shohruh aka, Shahzod aka va boshqalar. Bularda shaxsiy brendni rivojlantirishda shaxsan o'zimni hissamni qo'shib, tanishlariga o'ziga yarasha katta yordamimizni berganmiz. O'z umumiy olganda faoliyatimizda 100% xizmat ko'rsatilgan mijozlardan 90-95% da yaxshi natijalar va bizning xizmatimizdan rozilik bo'lgan va xuddi shu natijalardan, xuddi shu optdan, xuddi shu yig'ilgan tajribadan kelib chiqqan holatda sizga bugungi kundagi ulashayotgan ma'lumotlarimni beraman. Videoni boshidan bitta ma'lumotni berib qo'yishim kerakki, ko'p obunachi, ko'p prosmotrlar bor degani bu sizda yuqori sotuvlar va umumiy shaxsiy brendingiz samarali yuryapti degani emas. Aytaylik, sizda 100,000 ta obunachi va 100,000 ko'rishlar soni bor. Bu degani sizni hamma yaxshi ko'radi va sizni profilingizda sotuvlar zo'r degani emas. Xuddi shunaqa Instagramda profil bor. U profilda 5,000, 10,000 ta obunachi bilan o'sha 100,000, 200,000 lab obunachisi bor bo'lgan insondan da ko'proq pul topayotgan profillar bo'lishi mumkin. Bunga oddiy primer aytaman. Mana bir do'stim bor. Obunachisining soni 20,000 ta va bugungi kungacha taxminan 2 yil, 1,5 yil, 2 yil ichida shu blog orqali $450,000-500,000 atrofida pribil qilishga erishgan va bu real raqamlar. Va shunaqa profillarni bilamanki, 100,000 lab, 200,000 lab, 300,000 lab, 1 million lab obunachisi bor, lekin hattoki uni profilida reklama beradigan odamni ham qayerdan olsam ekan, qanaqa qilib buni jalb qilsam ekan degan savollar bo'ladi. Shuning uchun bu yerdagi asosiy mezon o'lchov birligi prosmotrlar va obunachilar sonida emas, blogni reputasionligi va u qanchalik darajada egasiga pul olib kelayotgani bilan buni natijasi o'lchangani eng optimal format, eng optimal variant deb o'ylayman. Albatta obunachilar ko'p bo'lsa, prosmotrlar ko'p bo'lsa, shu bilan birgalikda sotuvlar ham ko'p bo'lsa, bu eng zo'ri. Lekin prosmotrlar va obunachilar ko'p bo'lmagan holatda ham yuqori sotuvlar qilish mumkin. Buni xudo xolasa bugungi
Videomizda menimcha hammasini tushuntirib berishga ulgurmayman. Keyingi videolarda nasib bo'lsa ko'rsatib boraman. Bugungi videomizda sizlar bilan aynan Shahzod aka Qosimovni profillarida 18 oy davomida 2,5 mingta taxminan obunachi holatidan 200 mingdan oshuv obunachi holatiga qanaqa qilib chiqqanimizni qadama-qadam ko'rsatib berishga harakat qilaman. Bu yerda mana 5 mingta obunachi bor vaqtida skrinshot qo'ygan ekanman. Undan oldingi holatni olib qo'ymagan ekanman. Afsuski, o'sha holatda mana bu holatga yetib kelgan jarayonni ko'ramiz. Bu yerda mana bizni 200 mingta obunachi yig'ilganini o'zi nishonlash arafasidamiz va bu 17 noyabr 2024 chisloga to'g'ri kelyapti. Shahzod aka bilan ish boshlagan vaqtimiz 2023-yil adashmasam 2-3 mayliga birinchi videomizni qo'ygan edik va bizda 200 mingdan oshuv obunachilar, TikTokda 40 mingdan oshuv obunachilar, Storiesda ko'rishlar soni 200 mingtalik holatida 40 mingdan oshuv o'sha holatga yetib kelgan va YouTube'da 100 mingga yaqin o'sha obunachilar yig'ishga erishilgan holati bo'lgan va bu jarayonda aynan nimalar qilingani, qaysi harakatlar shu natijalarni olib kelishga sababchi bo'lganini qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Oldindan aytaman, bu harakatlarning hammasi 100% bizga bog'liq bo'lgan ish deb aytolmayman. Bu yerda Shahzod akaning nishalari, Shahzod akaning o'zlarining harakatlari, bu ishni qilishga nisbatan xohishlari va vaqtlarini ajratishlarida ham gap katta. Men bugungi videoda sizlarga ko'proq aynan texnik tomonlama va bosib o'tilgan yo'lni ko'rsatib tushuntirib berishga xudo xolasa harakat qilaman. Bizning umumiy shaxsiy brend rivojlantirishdagi harakatli ketma-ketligimiz quyidagi tartibda bo'lgan. Birinchi o'rinda qo'rquvni yengish bo'yicha bo'lgan. Ikkinchi o'rinda strategiya tuzish, uchinchi o'rinda sahifani professional yuritishga tayyorlash, to'rtinchi bo'lib content reja tuzish, beshinchi bo'lib har kuni reelslar qo'yishni boshlab doimiy profil aktiv yuritishga ixtisoslashtirish, oltinchi bo'lib kontentlarni yaxshilab borish, yettinchi bo'lib platforma bilan boshqa platformalar bilan ishlash uje tashkillashtirishga fokus qaratilgan va aynan shu qadamli ketma-ketlikda nimalar qilingani, nimalar qo'yilganini bitta ko'rsatib tushuntirib borishga harakat qilaman. Orada eslatib ketishim kerak, agar siz shaxsiy brend qurish bilan aktiv shug'ullanayotgan bo'lsangiz va bu yo'nalishda sizga doimiy bilim olib turish qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta sahifamga obuna bo'lib qo'ying, chunki men sahifamda o'zimning shaxsiy tajribam va shaxsiy brend bo'yicha odamlar pulga ham sotib olishi mumkin bo'lmagan, sotib ola olmaydigan ma'lumotlarni o'zbek tilida bepulga bo'lishib boryapman. Ishonchim komilki, sizga foydali bo'ladi agar shaxsiy brendingizni qurayotgan va sotuvlarni oshirish ustida ishlayotgan bo'lsangiz. Demak, bizdagi birinchi qadam bu qo'rquvlarni yengish. Ya'ni shaxsiy brendni rivojlantirish davridagi qo'rquvlarni yengish. Shahzod aka bilan 2022-yil ish masalasida tanishib qolganmiz va 2023-yil bizga jamoamizga Izzat degan yigitimiz bor. Oyga kelib qolgan, Shahzod aka shaxsiy brend qilmasmikanlar degan. Shu bilan men so'raganman, ularda keling gaplashaylik deganlar. Borganmiz, gaplashganmiz. Shu bilan shaxsiy brendlari rivojlantirish bo'yicha harakat boshlanib ketgan. Va gaplashganimizda men savol berganman akamlarga. Aka, nimaga shu vaqtgacha shaxsiy brend qilmaysiz? Hamma imkoniyatingiz bor. Umuman bu bozor bo'sh. Hozirgi kunda faqat kontent qilayotganlar SMMda marketingda qilishyapti, lekin imенно sizning ishingizda O'zbekiston holatida shaxsiy brend qilayotgan odam yo'q. Nimaga bu ish bilan shug'ullanmayapsiz? Nimaga buni kontent qilib olib chiqmayapsiz degan savolni berganman va sizlarga aytishim mumkinki, bugungi kungacha ham yetarli konkurensiya qiladigan odam yo'q. Ya'ni shaxsiy brend qilib, alohida kontent qilib olib chiqayotgan, imенно Shahzod akaning yo'nalishlarida, nishalarida kontent qilayotgan odamlar deyarli yo'q. Bozor shu darajada bo'shki, bu ham bizani muvaffaqiyatimizni o'ziga yarasha bitta nyuanslaridan bittasi bo'lgan deb ishonch bilan ayta olaman. Va savol berganman Shahzod aka, shunaqa nimaga qilmaysiz? Katta potensial bor, katta auditoriya bor va bu o'zingizning hayotingizda ham, ishingizda ham umuman o'ziga yarasha o'sish bo'lishiga yaxshi ta'sir qiladigan instrument. Nimaga bundan foydalanmayapsiz degan savol berganman va menga aytganlarki, aslo menda qo'rquv bor. Aynan kamera bilan ishlashdi. Ya'ni kameraga umuman gapira olmayman, chiqishdan uyalaman, o'zimni ko'rsatishdan uyalaman. Hattoki videolarga ishxonaga video olayotganda, ishxonaning videosiga meni ovozim tushib qolsa, o'sha videoni boshqatdan oldirish darajasigacha
boraman. O'shaning uchun men tasavvur ham qilib ko'rmaganman shaxsiy brendimni qilishdan. Lekin hozir siz aytyapsiz, mana shu narsani qilsa potensial bor, qilsa bo'ladi degan narsani aytyapsiz. Menda g'oya kelyapti, balki qilib ko'rarman degan. Chunki meni hayotimda bir xillik bo'lib qolgan, xuddi sug'ur kuniga o'xshab qolgan turmush tarzim. Ertalab obedgacha uxlayman, obeddan keyin ishxonaga birrov kelaman, keyin yana kechki payt o'yin o'ynayman ertalabgacha. Shu bilan yana xuddi shunaqa kun takrorlanadigan holat bo'lib qolgan. Agar o'zimni profilimni yuritish, blogimni yuritish boshlasam, balki hayotimga qanaqadir rang kiradi, o'zgarishlar nimadir yangiliklar bo'ladi degan g'oya kelgan va bizni bu ish bilan shug'ullanishni boshlaganmiz. Va bizani shaxsiy brend qilishdan maqsadimiz nima bo'lganki, umumiy hayotimizda yangilik qilish, hayotimizga qanaqadir rang olib kirish va shu bilan birgalikda shaxsiy brendimizni rivojlantirish orqali ishxonamizdagi savdoni qaysi ma'noda oshirishga, daromadni oshirishga yo'naltirilgan plan qilganmiz va bizani psixologik podxodimizni va qo'rquvlarni yengishda bizga yordam bergan eng asosiy ikkita yordam bergan instrument xuddi shu hayotimizga rang olib kirish va daromadni oshirish bo'lgan. Buni balki o'zingizda ham ishlatishingiz mumkin. Ikkinchi etapdagi bizani qilgan ishimiz strategiya tuzish bo'lgan. Strategiyani ichida o'sha vaqtda qilgan strategiyamizni hozir topish ozgina qiyin. O'shaning uchun eng oxirgi texnologiyalar bo'yicha qilinayotgan strategiyaga shablonni ko'rsatyapman va buni o'zingizda ham adaptatsiya qilib ishlatishingiz mumkin. Lekin o'sha vaqtdagi aniq bizdagi bo'lgan strategiyamizdagi maqsad shu bo'lganki, biz nimaga shaxsiy brend qilishimizdan aniq bilganmiz va kimga shaxsiy brend qilishimiz, kimga qanaqa kontent berishimizdan, bizani nimaga kuzatishlari kerakligini javobi aniq bo'lgan va o'zi strategiyani asosiy maqsadi ham xuddi shunaqa bo'ladi. Va sizga bir nechta savollarni spiskasini beraman. Shaxsiy brendingizni qilishingizdan asosiy maqsad nima? Kimsiz va nima uchun sizni kuzatishlari kerak? Maqsadli auditoriyangiz kim bo'ladi? Content strategiyasi qanaqa bo'ladi? Storytellingingiz, ya'ni o'zingizni qanaqa namoyon qilishingiz qanaqa bo'ladi? Raqobatchilarni tahlili qanaqa bo'ladi? Ya'ni raqobatchilar hozir qanaqa blogini yurgizyapti? Qaysi influenserlar bilan hamkorlik qilinadi? Qanaqa qilib shaxsiy brendimizni quramiz? Ya'ni amaliy harakatlarimiz ketma-ketligiga qanaqa bo'ladi va bizani kutayotgan natijamizni qancha vaqtda nima natijaga erishmoqchimiz degan KPI belgilab olinadigan va minimal holatda xuddi shu savollarga javob topgan holatda shaxsiy brendingizni qilishga kirsangiz, bu yoqdagi effektivность ancha yuqori bo'ladi va biz ham xuddi shu bosqichdan o'tganmiz. Ya'ni tipi shundoq video olishga kirishib ketmaganmiz. Bo'ldi, o'zimizni prodyekt qilmoqchimiz, o'zimizni profilni yuritishimiz kerak ekan deb shartli video olishga kirishib ketilmaydi. Bu noto'g'ri ham bo'ladi. Sizda ham tavsiya shunaqa. Birinchi o'rinda psixologik mamitni men odamlarning oldiga chiqmoqchiman. Haqiqatda shaxsiy brendimni rivojlantirish xohlamoqchiman, xohlayapman degan savollarga javob topib olib, undan keyin xuddi shu tartibda harakatlar ketma-ketligini, umuman strategiyangizni belgilab olishingiz tavsiya qilinadi. Uchinchi ishimiz nima bo'lgan? Profilni tozalash, profilni professional akkauntga o'tkazish va vizualni to'g'irlash bo'yicha bo'lgan. Bizni Shahzod akani eski o'zlari ishlayotgan profilni qaytadan jonlantirganmiz, ya'ni yangi profil ochib o'tirmaganmiz. O'sha vaqtda 2,5 mingdan oshiq obunachilari bo'lgan. Aniq chislosi esimda yo'q, 2,5 ming bilan 3 ming atrofida bo'lgan. Va o'tda arxivdagi hamma rasm videolari bo'lgan. O'tdagi kerak emas rasmlarni, umuman Shahzod akani shaxsiyatlari, mutaxassislariga aloqasi bo'lmagan rasm videolarni hammasini arxivga tiqqanmiz. Profil avatarkasini professional holatga o'zgartirganmiz, bio qismlarini to'g'irlaganmiz. Profil nastroykasida professional akkauntga o'tkazganmiz. Instagramda shunaqa narsa bor, bilasiz. Обычный akkaunt va professional akkaunt degan narsa bor. Обычный akkauntda videolar rekka chiqmaydi va bizga statistikani ko'rsatmaydi. Agar professional akkauntga o'tkazsa, bizda videolarni rekka olib chiqish va statistikalarni ko'rish, targetli yoqish, umuman ko'plab imkoniyatlar ochiladi. Xuddi shunga o'xshash ishlarni amalga oshirish bilan band bo'lganmiz boshida va undan keyin Shahzod aka bilan content reja tuzishga kirishganmiz. Profilni strategiyamizni tuzdik, profillarni to'g'irladik, vizuallarni to'g'irladik, content rejaga o'tdi. Undan keyingi harakatimiz edi. Bunga men real holatda primer ko'rsataman, qanaqa holatda tuzilganini hozir bir daqiqa. Content planini ko'rib turganingizda taxminan shunaqa formatda qilganmiz. O'zi umuman content plan nimaga tuziladi desa, bitta syomkaga vaqt ajratilganda 5 ta, 6 ta, 7 ta videoni oldindan olib, hafta davomida uni qo'yib,
profilda video chiqishini doimiy ketib uzilmagan holatda video chiqishini tashkillashtirish va blog yurgizayotgan odamni vaqtini tejash maqsadida ishlatilinadigan instrument. Biz ham syomkadan oldin kontentlarni planini tuzib olardik. Hattoki joyi kelgan kontentlarda ichidagi har bitta aytiladigan ma'lumotgacha, har bitta olib chiqilinadigan informatsiyagacha oldindan yozib olishga harakat qilib va buni уже syomka qilishga kirishardik va xuddi shu tartibda ish tashkillashtirilardi. Sizga ham tavsiyam xuddi shu, обязательно kontent plan bilan ishlashni yo'lga qo'yishingizni tavsiya qilaman. O'zi blog yurgizishdagi eng qiyin ishlardan bittasi o'zi kontent plan va kontentlarning g'oyasini tuzish, umuman g'oyasini yasash bo'yicha bo'ladi. Ya'ni ideya kelmaydiki, nima video olaman deb plan yozib o'tirganda nima video olishga nisbatan ideya kelmaydi. Sizga xuddi shunaqa shablon tayyorlab qo'yganman. Bu yerda har bitta videoingizni olib chiqishga va o'zingizni mutaxassisligingizni ko'rsatish uchun juda ham yaxshi ishlaydigan Reels'dagi shablon siz uchun tayyor qilib qo'yganman. Misol uchun, qanaqa qilib mutaxassis bo'ldingiz? Hook boshiga hamma mendan so'raydi, qanaqa qilib bu darajaga yetding? Va video davomida o'zingiz tajribangiz, bosib o'tgan yo'lingiz, qadamlaringiz shunga o'xshash qaysidir uje ma'lumotlarni beradigan uje video bo'ladi. Ikkinchi videoga misol kelsa, nega aynan shu sohaga kirdingiz? Videoni boshida agar bu sohani tanlamagan bo'lsam, hozir kim bo'lardim? degan mavzuda videoni boshlab turib, keyin uje ichida sizni sohaga qanaqa qilib kirib qolganingiz, sohaga qanaqa mehringiz tushgani va shunga o'xshagan bizda tayyor shablon bor. Buni bemalol olishingiz mumkin. Buni shunaqa qilib qo'yganmiz. Videoga olib, shu videoni, shu joyda videoga olib Instagramga storiesda meni atmetga qilib shunaqa qo'ysangiz, AI ulab qo'yganmiz. Avtomatik sizga bu shablonni beradigan holatni tashkillashtirganmiz. Bemalol foydalanishingiz mumkin. Bu bizga ham bitta kompliment va sizni o'zingizda ham bemalol ishlatishingiz mumkin bo'lgan va sizga yaxshi g'oyalarni berishi mumkin bo'lgan tayyor shablonlardan bittasi. 5-qadamimizni xuddi shunaqa kontent planlarni oldindan tuzib ishlashni tashkillashtirganimizdan keyin videolarni har kuni chiqarish yo'liga qo'yganmiz. Deyarli mana 1,5-2 yil davomida deyarli har kuni bittadan video chiqqan. Orada endi ozgina uzilish, qanaqadir uzrli vaziyatlar bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, lekin qolgan holatda deyarli har kuni video qo'yish tashkillashtirganmiz. Bunga oldindan aytaman, oson emas. O'ziga yarasha vaqt, o'ziga yarasha mehr, o'ziga yarasha qunt va hafsala kerak. Buni tashkillashtirish hammani ham qo'lidan kelmaydi, lekin siz buni o'zingizda tashkillashtira olsangiz, mana xuddi shunaqa Shahzod akadagi o'ziga yarasha natijalarga erishishingiz mumkin. Orada bizda shunaqa holat ham bo'lgan. Adashmasam 80 mingga profilimiz chiqqan edi. 8 oyli, 9 oylida 80 mingga chiqqan profilimiz. 7 oymida, 8 oymida 80 mingga chiqqanda o'sha holatda qotib qolgan. Taxminan 2 oy, 1,5-2 oy 80 ming, 85 ming, 86 ming mashtaqa podpishchik qo'shilmay to'xtagan. Nimaga? Bizani kontentlarimizda bir xillik bo'lib qolgan. Bizani kontentlarimizni odamlarni qiziqtira olmagan va yangi auditoriyaga chiqa olmay qoladigan, yangi auditoriyani привлекать qila olmay qoladigan уровеньda bo'lib qolganmiz. Ya'ni kontentlar bir-biriga o'xshab qolgan, boshlangan etapidan o'zgarish nuqtasigacha bormagan. Buni qaranglar, ketma-ketlik mana bunaqa bo'lgan. O'sha qotib qolgan jarayonida bizani xuddi shunaqa kontentlarni o'zgartirishimizni olib chiqib ketgan. Bunga men sizga bir nechta primer ko'rsataman. O'sish ketma-ketligi qanaqa bo'lganini solishtirish uchun. Mana eng birinchi olgan videomizni hozir ko'ramiz Shahzod aka Qosimov bilan. Hammaga assalomu alaykum. Ismim Shahzod, yoshim 36 da. O'zbekistondagi APK, ya'ni Upgrade do'konining rahbariman. Bu do'konni ochishimizdan maqsad O'zbekistonda gaming yo'nalishini rivojlantirish bo'lgan. Mana bugundan boshlab o'z Instagram sahifamni faol yuritishga qaror qildim. Bundan maqsad O'zbekistonda mashhur bo'lgan gamerlarning sonini oshirish va gaming sohasi rivojlanishi uchun o'zimizni ozgina bo'lsa ham hissamizni qo'shish. Agar siz gamerskiy kompyuterlarga qiziqsangiz va bu soha sizga qiziq bo'ladi bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishni maslahat beraman. Foydali kontentlar hali oldinda. Videoni ko'rdinglar, o'zlarini tutishlari, chiqishlari, umuman gapirishlari, videoda har 5 sekund uzilishi, kadrlar uzilib ketaverishini guvohi bo'ldinglar va bu boshlanishidagi holat edi. Gapirish ham rosa qiyin bo'lgan. Menimcha mana shuni 30 ta adashmasam dublda yarim soat olganmiz birinchi videoni o'zini. Juda qiyin bo'lgan. Va kameraga gapirishlari boshlanishida qiyin bo'lgani uchun
keyin videolarda men o'zim chiqishni boshlaganman. Ya'ni bu yerda live raw format qilib, men ularga savol beraman, ular xuddaki javob beradigan holatga o'tish tashkillashtirganmiz va bunda sezilarli o'sha o'sish, tez ko'tarilish va obunachilik qo'shilishi paydo bo'lishi boshlagan va bu ularni potensiallarini ochib olishga juda katta yordam bergan. Kameraga nisbatan qo'rquvlarni yo'qotishda ham mana shu etapda biz chiqib ketganmiz. Buni mana ikkinchi videoni premyerida o'sha taxminiy ko'rishimiz mumkin hozir. Shaxsiki, to'g'ri aka. Apaga ishlaydigan bolalarga mazza, ham hunar o'rganishadi, ham mazza qilib o'yin o'ynashadi, ham adashmasdan. Основной ishga kirish uchun 3 ta punkti bor. Birinchisi, xullas taxminan shunaqa. Men savol beraman, ular javob beradilar. Va xuddi syomka qilinmayotgandek holat bo'ladi, lekin syomka qilinayotgan bo'ladi. Lekin muhimi ularning ichlaridagi informatsiyani kameraga yetkazib berishimiz bo'lgan va taxminan 7-8 oy xuddi shunaqa harakat qilganimizdan keyin bizda qotish bo'lib qolgan. Nimaga o'sha kontentlarda bir xillik bo'lib qolgan, auditoriya zerikib qolgan. O'sha o'zgarish qilishimiz kerak edi, nimadir yangilik qilishimiz kerak edi. O'sha yangilikni topish uchun bizda yana taxminan 2 oy vaqtimiz ketgan va mana bu o'sha etapga o'tganmiz. Undan keyingi holatda o'sha kontent sifatini ham yaxshilaganmiz, chiqishlarni ham borgan sari o'sha upgrade bo'lib, hozir mana taxminan shunaqa holatga yetib kelgan. Eng dahshatli 3 ta horror o'yin. Garo o'ynayman bu o'yinlarni. Uchalasini o'ta olmaysiz oxirgacha. Ikkitasi mayli-yu, uchinchisini aniq o'ta olmaysizlar. Birinchi o'yinimiz Don't be afraid. İkinci oyunumuz Welcome to Kowloon. Üçüncüsü Father's Day. Maslahatim kirmaydi bu o'yinga. Hali qo'rqinchli bu videoni his qilmayman degan og'aynilarga jo'natib qo'yamiz. Va mana hozirgacha o'sha kontent sifati ham, chiqilishi ham borgan sari yaxshilashib boryapti va bu o'ziga yarasha yaxshi o'zini samarasini ko'rsatyapti. Va xuddi shunaqa o'zgarish o'sha qilish kerak bo'lgan etapda bo'lgan va xuddi shu o'zgarishlar bilan podpischik o'sha ko'payishi, o'sha odamlar men bilan chiqishlariga o'rgan bo'luvdi, o'sha men bilan chiqishlarida qo'shiladigan auditoriya qo'shilib bo'lgan, keyingi etapga chiqishlari uchun o'sha videolarga faqat o'zlarini olib chiqishimizga to'g'ri kelgan o'sha holat bo'lgan va bu bilan keyingi bosqichga o'tib, keyingi yana 7-8 oy ichida bir barobardan ham o'sha ko'proq bo'lgan obunachini yig'ilishiga, qo'shilishiga erishilgan holat bo'lgan. Va shaxsiy brendingizni qo'yotganingiz katta ehtimol bilan sizda ham o'rtada bitta qotish bo'ladi. O'shanda keyingi etapga chiqish uchun o'sha kontentingizni sifatida, chiqishingizni, o'zingizni tutishingizni, podxodingizda qanaqadir o'zgarishlarni qilishingiz talab qilinishi mumkin va nihoyat 7-qadamimizda biz boshqa platformalar bilan o'sha ishlashni boshlaganmiz. O'ziga yarasha tajriba yig'ib bo'lgandan keyin, kamera bilan ishlash bo'yicha qo'rquvlarni yo'qotib bo'lgandan keyin, o'ziga yarasha umuman sotsial set qanaqa ishlashini tushunganimizdan keyin, ya'ni bular o'zlari tushunganlaridan keyin, o'zlarini kuchli tomonlarini o'sha aniqlashni boshlaganlaridan keyin YouTube'da kontent qilishni boshlaganlar. YouTube'da stream qilishdan boshlab turib, полноценный o'sha YouTube blogerga ham aylanib ketishlariga sababchi bo'lgan va YouTube'da hozir ularni potensial klientlari, potensial auditoriyalari juda ko'p. Buni o'zlari xohlaganlar, o'zlari yo'lga qo'yganlar, o'zlari qiziqib, o'zlari shug'ullanganlar va YouTube'dan juda ham loyalni auditoriyani o'sha yig'ishga, u odamlar bilan Instagramlarini ham o'ziga yarasha o'sha продвижение qilishga, Instagramdagi obunachilar bilan YouTube o'ziga yarasha o'sha продвижение qilishga qisman bo'lsa ham sababchi bo'lgan joylari bo'lgan va shu bilan kirib ketilgan. Va sizga ham tavsiya shundan iboratki,
endi blogingizni yuritishni boshlayotgan bo'lsangiz va hamma platformada o'zingizni profilingiz bo'lishini va hamma platforma yaxshi ketishini xohlayotgan bo'lsangiz, bu zo'r, lekin endi boshlagan holatingizda, hali yetarlicha tajribangiz bo'lmagan holatida hamma platformaga bittada fokus berishingiz tavsiya qilinmaydi. Chunki hamma platformada ish birdaniga yaxshi ketmaydi va fokus qayerda bo'lsa o'sha yaxshi ketadi degan asos bor va bu sotsial setda ham xuddi shunaqa. Fokusingiz YouTube'da bo'lsa, fokus zo'r ketadi. YouTube zo'r ketadi. Aytaylik, fokusingiz Instagramda bo'lsa, Instagram zo'r ketadi. Telegramda bo'lsa, Telegram zo'r ketadi. Aytaylik, Twitterda yoki TikTokda bo'lsa, imенно o'sha platformalar zo'r ketadi va lekin odam hamma platformaga bittada fokus berishi, ochib aytaman, qiyin. O'shaning uchun hech bo'lmasa boshlanishiga bitta platformani tanlab, u yoqda ishni zo'r qilib yo'lga qo'yib, o'ziga yarasha obunachiga ega bo'lgandan keyin boshqa platformalarga agar o'tadigan bo'lsangiz, bu yerdagi obunachilarni bu yoqqa o'tkazib, bu yoqlarni ham o'sha продвижение qilib ancha yo'lga qo'yish imkoniyati bo'ladi. Shu bilan birgalikda o'zingizda o'sha ancha kamera bilan ishlash bo'yicha tajriba ortgan bo'ladi. Shu bilan birgalikda o'sha shaxsiy brend bo'yicha qanaqadir jamoani tashkillashtirib olgan bo'lsangiz, ish samaradorligi ham bu yerga qilinadigan ishlar ham ozgina ish qilinsa o'sha ko'p ish bo'lish ehtimoli o'sha baland bo'ladi. Mana hozir o'zim holatimdan kelib chiqsa, videoni mana ovomizni faqat men ssenariyimni tuzib videoga tushib bersam bo'ldi. Qolgan hamma ishni bizning komandamizdagi bolalar qilishadi. Instagramni ham xuddi shunaqa, YouTube'imni ham xuddi shunaqa, Telegramni ham xuddi shunaqa. Telegramda faqat deyarli hamma ishni o'zim qilaman, lekin u yerda nimalarni chiqarishim va bolalar maslahatlar berib turishadi. Qolgan bu yoqdagi ko'p ishlarimni deyarli hammasini yigitlarning o'zligisi amalga oshirib berishadi. Montaj qilib berishadi, joylab berishadi, обработка qilib berishadi, kontentlar tuzib berishadi, itagdali va xuddi shunaqa siz ham shaxsiy brendingizni qo'yotganda, o'sha auditoriya yig'ilib bo'lgandan keyin ishlarni maksimalni agar bolalarga topshiriladigan bo'lsa, hamma platformada o'sha ishlashga imkoniyat bo'ladi. Lekin boshida buni tashkillashtirish ozgina qiyin bo'ladi. Mana endi qisqacha Shahzod akani shu vaqtgacha shaxsiy brendlarini rivojlantirish bo'yicha olgan feedbacklari va buni natijalari haqidagi fikrlarini eshitamiz. Xo'p, shaxsiy brend qurish g'oyasi qanaqa keldi? Nega blogingizni yuritishni boshladingiz? Do'konni yaxshiroq tanishish xohladim. Do'konni ichidagi mahsulotlarni xalqqa konkretni tushuntirish uchun, yaxshilab tushuntirish uchun o'zim boshlashimga to'g'ri keldi. Chunki shuncha blogerlar bilan ishlagan bo'lsam, shuncha streamerlar bilan ishlagan bo'lsam, baribir qoniqarli darajada qilib berisha olmadi. Hayotimda shunaqa moment kelib qoldiki, siz tomonidan, Izzat tomonidan taklif tushib qoldi. Mana shu narsani qilaylik, shaxsiy brendingizni yurg'izaylik deb. O'shandan keyin men ham bo'ldi, eksperiment bo'lsa, eksperiment deb boshlab bordim. Shundan boshlandi. Boshlashdan oldin o'sha paytlarda, mana 1-2 oy oldin shunaqa momentda edim, kimdir bu narsa syomka qilayotgan bo'lsa, meni ovozim tushib qolsa orqa fonda, yo meni chetim hatto qo'lim ko'rinib qolsa, shunaqa darajada qo'rqardim, uyalardim, kestirib tashardim shu videoni, chiqartirmasdim. Shunaqa darajada qo'rquv bor edi. Sekin-sekin eksperiment bilan qanaqa yengib o'tdingiz desangiz, sekin-sekin har bitta syomkada oshib boraverdi bu narsa. Har bir syomkada bemalol o'zimni qabul qildim qanaqa borligimcha, o'shandan keyin o'sha yengib o'tildi bu narsa. Men bilmagan holda yengib o'tdim bu narsani. Auditoriyani ham yordami juda katta bu narsada. Juda iliq qabul qilishdi. O'shani hisobiga ham bemalol yengib o'tib ketdim. Xo'p, blogimni yuritishni boshlaganimdan keyin qanaqa o'zgarishlar bo'ldi hayotimda desa, juda ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Hamma yoqda tanishadi, xursandchilik, hamma yoqda xursand. Men eng qizig'i o'zimni o'zligimcha ko'rsata olganim zo'r bo'ldi kamerada. Soxta rollarni o'ynab ko'rsatmadim-da o'zimni, borligimcha ko'rsatdim. Qanaqa kulib, nastroyim zo'r bo'lib odam bo'lsam, xuddi shunaqa ko'rsatdim, yoqdi bu odamlarga. Shu mana eng katta o'zgarish shu bo'ldi. Do'konda odamlar kelishni boshladi, meni so'rab. Bu ham zo'r bo'ldi. Menga o'zimga xursand bo'ldim, juda ham bu narsadan. Har bir kelgan mijoz so'raydi, Shahzod akam bormadi. Vaqti kelsa ko'rishib qolamiz, ko'rishib o'tirib suhbatlashamiz. Mana shunaqa tomonlama, klientlarning oshishi, shunaqa tomonlama o'zgarishlar bo'ldi. Sekin 100% ga, ya'ni 2 barobar oshishiga bu narsa olib keldi. Boshidan mana shu kungacha, xudo xolasa odamlarning ishonchi oshib 100%
2 barobarga oshdi. Boshlash arafasidagilarga maslahatingiz nima bo'lardi? Qo'rqmanglar. Nima bo'lsa bo'ldi, qo'rqmanglar. Bosinglar. Qo'rqsanglar qolib ketaverar ekan. Qo'rqmasdan mana shu bosib ursanglar, o'zi hamma qo'rquvlar yo'q bo'lib ketar ekan. Odamlar nima deb o'ylar ekan deb o'ylamanglar hech qachon. Baribir qabul qilishadi. O'zingizga bo'lgan muxlislaringiz paydo bo'ladi. O'zingizni yaxshi ko'radigan muxlislaringiz paydo bo'ladi. Hech qachon qo'rqish kerak emas, faqat olg'a bosish kerak. Bu bir kunda kelib qolmaydi, 2 kunda kelib qolmaydi, yil davomida keladi. Sekin-sekin o'zingiz qanaqa ishlashni, qanaqa yurishni, o'zingizni qanaqa tutishni o'rganib olasiz. O'ylaymanki, videomiz foydali bo'ldi. Shaxsiy brendingizni rivojlantirayotgan bo'lsangiz va o'zingizdagi qaysidir bo'layotgan muammolarni, qaysidir o'xshamayotgan joydagi savolingizga javob topgan bo'lsangiz, bitta bo'lsa ham bu videomizdan insight olgan bo'lsangiz, videoga bitta like bosishingizni so'rab qolardim. Va videoni boshida aytganimdek, menda siz uchun bitta yangilik bor. Bu yangilik mana hozir offline shaxsiy brendni rivojlantirish bo'yicha o'quv kursimga qabul ochilgan va aynan shu videoni ko'rayotgan insonlar hozir bu darslarga yozilish, bu darslarimizga qo'shilish imkoniyati sizda bor. Lekin bu videoni siz yarim yil, 1 yildan keyin agar ko'rayotgan bo'lsangiz, sizda bu imkoniyat bo'lmasligi mumkin. Chunki bu shu imini bugungi kunda aktualni masala bo'lgan. Agar o'quv kurslarimizni bor yoki yo'qligi haqida informatsiya olmoqchi bo'lsangiz, Instagramimga o'tib so'raganingiz afzalroq. Birinchi bo'lib, nima uchun o'zi bu o'quv kursini yo'lga qo'yganimiz haqida qisqacha informatsiya beraman. Bizda umuman shaxsiy brendni rivojlantirish o'zi kundan kunga aktuallashib borayotganini, shaxsiy brend qilayotgan odamlarni savdosi, umuman marketingi, umuman turmush tarzi, hayotidagi o'zgarishlar qanchalik darajada yaxshi bo'layotganini o'zimiz guvoh bo'lamiz. Bulardan bitta misol Shahzod aka Qosimov premyerlarida ko'rdik. Mana o'zimning premyerimni hozir berib ketdim. Bundan tashqari o'zingiz umuman atrofingizda ko'rayotgan, o'zingiz ko'p tanishlaringiz ham Instagramini umuman shaxsiy brendni rivojlantirishni boshlagandan keyin hayotida o'ziga yarasha sezilarli o'zgarishlar bo'layotganini guvohi bo'layotgan bo'lsangiz kerak. Va xuddi shunaqa bu aktuallashib borgani sari shaxsiy brend qilishni xohlovchilik ko'payib boryapti va bizning uslubimizdan foydalanish bo'yicha bizga murojaat bilan chiqayotgan odamlarni soni ortib boryapti va bizni fiziki uslubga ko'rsatishga ulgurmayapmiz yoki kimgadir narximiz qimmatli qo'yapti, kimgadir уже vaqtimiz yetmayapti. Oddiy misolni aytib ketaman. Men bitta o'zim, bizning komandamiz unaqa katta emas, 4-5 kishilik imini shaxsiy brend bo'yicha ishlaydigan 4-5 kishilik jamoamiz bor va u yoqda men o'zim ham ishlayman va maksimum 5 tagacha klient olishga men o'zimga limit qo'yganman. Agar 5 tadan ko'p olsam, menda o'zi effektivnost tushadi, menda sifat tushadi degan qarorga kelganman va 5 tadan ko'p klient ola olmayman. Lekin bizning bilimimizdan foydalanishni xohlaganlar, shaxsiy brendni rivojlantirishni xohlaganlar odamlar ko'p va bularda budjet ham har xil. Mana o'sha 5 talik klientim orasiga kirish xohlagan odam bo'lsa ham va menda o'sha vaqt imkoniyat bo'lsa ham bunga moliyaviy holatdan narx to'g'ri kelmaydigan holat ham ko'p bo'ladi yoki hammasi to'g'ri kelganda meni vaqtim bo'lmaydigan holat ko'p bo'lgani uchun o'quv kursini yo'lga qo'ydik va bu jarayonda biz 4 ta 5 ta odamga emas 30 ta 40 ta etilu undan ham ko'proq sondagi odamlarga bizda foydali bo'lish imkoniyati bor ekan va qolganlarda ham bizni shaxsiy brendini rivojlantirishni o'zimiz o'rgangan narsani o'rgatishdi va bularni shaxsiy brendni rivojlantirishda o'ziga yarasha hissamizni, yordamimizni qo'shamiz degan maqsadda g'oyada bu dasturni yo'lga qo'yganmiz. Dasturni yo'lga qo'yganimizni 2023-yil sentyabr, oktyabr oylaridan boshlab yo'lga qo'yganmiz va bugungacha mana buni tashkillashtirib kelyapmiz. Bugun 2025-yil hozir mart oyida, ro'za Ramazon oyida kelyapmiz. O'shancha endi ozgina gap so'zlarim to'g'dan-to'g'dan kelib qolayotgan bo'lishi mumkin. Anaqa qilmaysizlar, aytib buyurmaysizlar. Demak, o'zi bu programmamiz kimlarga to'g'ri keladi? Bizning programmamizni yangi boshlayotgan, hozircha hunari, ishi, ko'rsatadigan narsasi yo'q odamlarga to'g'ri kelmaydi. Hayotda endi yo'lingizni qidirayotgan bo'lsangiz, hozircha qo'lingizda hunaringiz, kasbingiz, ko'rsatadigan narsangiz bo'lmasa, meni darslarim sizga to'g'ri kelmaydi. Meni darslarim qanaqa odamlarga to'g'ri keladi? Qaysi uje mutaxassisligi bor, ko'rsatadigan nimadir hunari bor, olib chiqadigan nimadir sohasi bor va o'sha insonni mutaxassis sifatida tanilishga, mutaxassis sifatida odamlar tanishiga va mutaxassis sifatida murojaat qilib kelishini yo'lga qo'yish uchun ixtisoslashgan dastur hisoblanadi. Shu bilan birgalikda bu yerda qarang, 3 xil toifadagi odamlar asosan.
soha egalari birinchisi, aytaylik siz o'qituvchisiz, aytaylik siz doktorsiz, aytaylik siz oshpazsiz, aytaylik siz realtorsiz, aytaylik siz mebelchisiz, aytaylik siz sartaroshsiz. Xuddi shunaqa qaysidir soha egasi bo'ladigan bo'lsangiz, o'zingizni mutaxassis sifatida ko'rsatib, blogingizni yurgizib, shu orqali obunachilaringizni ko'paytirib, daromadingizni oshirishga yo'naltirilgan holatda ishlatsangiz bo'ladi. Ikkinchisi media sohasidagi mutaxassislar, ya'ni bizga o'xshagan hozirgi kunda ishlaydigan, media sohasida ishlaydigan bolalar, qizlar. Bu mobilograf bo'lishi mumkin, bu targetolog bo'lishi mumkin, bu SMM mutaxassisi bo'lishi mumkin, bu PR menejer bo'lishi mumkin, bu aytaylik yana kontekst menejer bo'lishi mumkin, itagdali. Xullas bizning sohamizdagi yigit qizlarga aynan shaxsiy brend qurish bo'yicha xizmatni yo'lga qo'yishni o'rganish uchun ham bu programmamizni to'g'ri keladi. Uchinchi toifa bo'lsa tadbirkorlar, kichik, o'rta va yirik tadbirkorligiga ega bo'lgan insonlarga bizani darslarimiz to'g'ri keladi. Bizda aynan shu insonlarga men darslarim foydali bo'ladi. Darslarimizni o'tilish tartibi qanaqa? Umumiy davomiyligi 2,5 oyga mo'ljallangan. Offline formatda Toshkent shahrida bo'lib o'tadi va darslarni shaxsan o'zim o'taman va ekranga dars ichida programmani umumiy holatini men chiqarib ko'rsatib qo'yaman. Ichida nimalar o'tilishini, nimalar o'rganilishini pauza qilib qisqacha ko'rib olsangiz bo'ladi. Chuqur bu haqida kirsam videomizda cho'zilib ketib qoladi. Darsida man va sohasidagi eng zo'r mutaxassislar jalb qilingan, ya'ni shaxsiy brendni rivojlantirishingiz bo'yicha men sizga aytaman. Adan yagacha nima o'rganishingiz kerak bo'lsa, hammasi bor. Instagram, YouTube, Telegram, notiqlik, maqola yozish, sotuvlarni amalga oshirish, obunachilarni ko'paytirish, strategik podxod qilish, offline formatda shaxsiy brendni rivojlantirish qanaqa bo'ladi, onlayn formatda shaxsiy brendni rivojlantirish qanaqa bo'ladi, bu yoqdagi reputatsion shaxsiy brendni qurish qanaqa tashkillashtiriladi, shu va shunga o'xshash savollarni hammasini javobi bor va darslarimiz offline formatda shaxsan meni nazoratimda, tajribamdan kelib chiqqan holatda o'rgatilinadi. Sizni shaxsiy brend bo'yicha hamma savollaringizni yopadi va siz bu dasturda o'qib chiqqaningizdan keyin o'zingizni shaxsiy brendingizni rivojlantirish uchun strategiyangizni o'zingiz tuza oladigan, bozorda reputatsion, odamlar hurmat qiladigan, samarali ishlaydigan, blogingiz sotadigan va o'zingizni hamkasblaringiz sizni hurmat qiladigan, sizni mutaxassis sifatida tan oladigan shaxsiy brendni qanaqa qilishni o'rganasiz. Shu bilan birgalikda dastur davomida real vaqtda shaxsiy brendingizni qurasiz. Ya'ni bizning programmamizda shunaqa adaptatsiya qilinganki, 2,5 oy davomida siz amaliyot qilasiz. Faqat nazariyadan iborat bo'lmaydi. Birinchi darsimiz faqatgina nazariya bo'ladi. Qolgan deyarli hamma darsimiz amaliyotga yo'naltirilgan. Даже birinchi darsimiz o'zidan sizga vazifalar berib yorib, keyingi darsgacha bajarib, hayotda qo'llab kelishingiz kerak bo'lgan vazifalar bilan boyitilingan. Bu orqali siz shaxsiy brendingizni o'quv dasturining ichida rivojlantirib, nima xato qilishingiz mumkin bo'lsa, hammasini o'quv programmasini ichida qilib, dars tugagandan keyin mustaqil o'sha bu narsani o'zingiz davom ettirib keta oladigan holatgacha olib chiqishni o'zimizning zimmamizga olganmiz va shu asnoda bizning darslarimizni ixtisoslashgan. Umumiy bugungacha bizning o'z dasturimizda kimlar o'qidi deydigan bo'lsak, bizda bir nechta insonlar bor. Men sizga bir nechtasini ko'rsatishim mumkin. Shoh aka, Shoh logist taxallusi bilan bular o'z bizning mijozimiz edilar. Ya'ni shaxsiy brendlarni o'zimiz produjeniya qilish bilan shug'ullanamiz. Shu bilan birgalikda bizning darsimizda o'qib, o'zlari ham bu narsani qanaqa qilishni o'rgandilar. Fikrimiz bitta joydan chiqishi uchun Muhammad aka Kingsmanni ko'pchiliginglar tanisinglar kerak. Bular ham bizda o'qidilar, shaxsiy brendni rivojlantirish bo'yicha harakat boshlaganlarida obunachilari taxminan 10-15 ming atrofida edi. Bugungi kunga kelib mana xudo xolasa 60 mingga yaqinlashib qoldi. Miraz aka Sultonov bizning offline darslarimizda o'qidilar. Bularda ham pozitsiya bo'yicha umuman o'zlarini upakovka qilish bo'yicha, o'zlarining pozitsiyalarini belgilash bo'yicha yetarlicha muammolar bor edi. Shularni to'g'rilashda ancha katta yordam berdi. Islom aka motosportni tanisinglar kerak. Bular darsimizga kelganlardi, o'tishlar ham bor. Alohida xudo xolasa men Instagramga qo'yib qo'yaman. Tushkunlikka tushib qolgan edim. Biz Instagramga yopib boraymikan degan holatda bo'lganlarida bizning darsimiz to'g'ri kelib qolgan va o'sha holatdan yana qayta profillarini tiriltirib, olib chiqib ketishga yordam bo'ladigan holat bo'lgan. Nosir
shaxsiy brendni rivojlantirish bo'yicha bizda o'qidi, darslarimiz kelgan. Adashmasam 30 mingta atrofida, 25 ming 30 ming atrofida podpischiklari bor edi. O'zini blogini ham rivojlantirish ham tashkillashtira oldi. Shu bilan birgalikda shaxsiy brend qurish bo'yicha ham uslugalarni aktiv tarzda yo'lga qo'ydi. Hozir ancha-muncha klientlar bilan ishlayapti. Omon aka, qizlar yo'qmi desangiz, mana qizlardan Niginaxon borlar, bular ham media sohasidagi mutaxassis, shaxsiy brend bo'yicha xizmat yo'lga qo'ydilar. O'zlarini bloglarini уже aktivni yuritishni boshlayaptilar. Aziz opa, xullas bunaqa insonlar bizda ko'p, har bittasini ko'rsatib chiqsam, menimcha ozgina videomiz cho'zilib ketadi. O'shaning uchun ma'lum insonlarni ko'rsatib ketyapmanki, o'zi umuman qanaqa odamlar o'qiyapti, qanaqa natijalar bo'lyapti degan narsaga qisqacha sizga podskaska bo'lsin degan maqsadda. Ichida ko'p endi qulayliklari bor. Aytaylik, birga videolarda chiqish, aniq kontent planlarini tuzishda yordam berish, strategik podxodda o'zim to'liq podvijniya qilishim, undan tashqari networking yo'lga qo'yilishi, darsdan alohida uchrashuvlar, to'la, shunga o'xshagan har xil yana ko'p bizda udobstlar borki, hammasini men anaqa qilsam, tushuntirsam, ozgina videomiz cho'zilib ketadi. Undan ko'ra, agar sizga dars qiziq bo'ladigan bo'lsa, shaxsiy brendingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz va bizani o'quv dasturimizda qatnashmoqchi bo'lsangiz, shu videoni opsiyasida bizni perizapis berib qo'yamiz. Ya'ni hozir bizda o'zi qabul ochilmagan, endi qabul ochilish jarayonida va shu link orqali hozir agar ro'yxatdan o'tsangiz, podrobniy informatsiya beramiz. Birga bir sazmon o'tkazamiz, ya'ni onlayn ko'rishib gaplashamiz. Siz dasturga qanchalik to'g'ri kelasiz yoki yo'q degan savolga javob topamiz. O'zi bu dastur o'zi sizga qanchalik mos yoki yo'q degan savolga javob topamiz va xudo xolisa kelayotgan aprel oyini 20larida darslarimizni boshlash rejalashtirganmiz. Paka perizapis bo'lyapti. Hali to'liqligicha qabul ochilmagan. Hozir darsga yozilgan odamlar eng qaymoq narxlarda, qaymoq takliflar bilan xudo xolasa yoziladi. Undan keyingilarda uje boshqacha taklif, boshqacha narxlar bo'ladi. Shuning uchun agar shaxsiy brendingizni qilmoqchi va mentorlik dasturimizga yozilmoqchi bo'lsangiz, linki opsiyasida bo'ladi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, xursandman. Xudo xolasa darslarimizda hammanglarni kutib qolaman. Kelinglar, yana ko'rishguncha sizlar bilan Asror Iskandarov bo'ldi.